sizga ikkita ilmiy termin qilib tibbiy termin bilan gapiradi, siz bu o'tiraverasiz. Chunki sizda tibbiy savodxonligingiz yo'q, sizni osongina aldab qo'yishadi, bo'ldi. Qo'rqitib davolaydigan doktorlar bo'ladi, qo'rqitmasdan davolaydigan doktorlar bo'ladi. Bizning sohada 50% so'z davolaydi. Masalan, mana shu dorini, parasetamolni yozdimmi? Sanda mamlaqa ekan vaziyating, agar shu dorini ichmasang mamlaqa bo'ladi, unaqa bo'ladi, bu yerda miyoma chiqadi, rak chiqadi. Mana shu dorini ichishing kerak deb qo'rqitib, sanda bunaqa deb o'ziga shit tayyorlab oladi-da birinchi. Ertaga nimadir holat bo'lsa, men senga aytdim-ku deganday narsa uchun. Tushundingizmi? Lekin shu dorini siz o'sha xayolda ichishingiz boshqa. Masalan, yozaman-da men yoki yaxshi anaqa sizda psixik yaxshi ishlaydigan doktor bo'lsa, sizda hammasi joyida, zo'r hammasi, yaxshisiz, sog'lomsiz. Mana shu dorini ichib qo'ysangiz bo'ldi. Mana shuni ichib oling desam, siz o'sha dorini ichsangiz, menda yaxshi ekan, men mana shuni ichsam yaxshi bo'lar ekanman. Boyagi negativ xayollar bo'ladi-ku, bunaqa bo'lishi mumkin ekan, kechqurun tushlaringizga kirib chiqaradi. Mamlaqa bo'lsa nima bo'ladi, miyoma bo'lsa nima bo'ladi, ko'kragimda rak bo'lsa nima bo'ladi deb xayol ketdi-da. Bu davolanish emas. Bizning sohada 50% so'z davolaydi. Shuning uchun hozir bitta perveshda umumiy tashxisni qo'yamiz, diagnozni, keyin oxirida xulosa qilamiz. Bugun o'zi ishinglar bitadi.